Mana periyadimiz bu ham ikkitish periyadi. Maşallah. Qo'lga 97 edi. Endi yana o'zgarmagan bo'lsa, 1,5 oy, 2 oy oldingani qasi 97 qo'lga. Asash olib qo'yinglar. Aka buni yuruvi, stoykasi, Maşallah deb qo'yasiz. Eksteriyer aka. To'g'ri qo'yasiz, ikkitish. Aka bular hammasi ikkitish o'tganligi hozir. Kallasidan aka. Saylikroq, dayjonlar bir kallasi. Bu yoqda qo'yilgan. So'ygan moshina. Hozirligida qanaqa ekan? Model ekana? Model. Udarda qizi. Yurishini ko'pinglar, yurishini, ko'kraklarini hamma seleksionerlar o'tiribdi bu yerda. Baho berib qo'yinglar. Ey yoqqan bo'lsa bitta qancha qo'yinglar shuni bo'ladi. Yo'q. Jahannamanasiz. Mana aytmoqlik so'z. İnşallah. Hocaga barakasini bersin hojaga. Zo'r narsalar ko'ryapmiz. Qo'yvoraylik, shu yurishni ko'raylik. O'zlar qiladi. Bitta mayq qo'yib yuborsa bo'ladi. Mayq qo'yib turaylik, men oralardan chiqib ketmaydi. Mana yurishini bitta ko'rib qo'yinglar. Ya aka bu hali hurkib bunaqa yurmayapti. O'zi paxotkasi shu bu qo'ydi, boru. Vashshi, aka kiyik, laqabi ham kiyik. Maşallah. Nimalar? Ya aka, просто hozir shoshib qoldi. Atrofga qo'llanadi. 97 da edi, 1,5 oy o'zim o'lchagan. 97. Qarsak olib qo'yinglar. Baxtiyor aka, Alloh rozi bo'lsin. Bu O'zbekistonga shunaqa qo'ylarni olib kirish bu millatga xizmat bo'ladi aka. Alloh rozi bo'lsin qilgan xizmatingizdan. Hali kelganinglarga hali arziydi yo narsa bo'layotgan bo'lsa ham bo'lamiz. Shunchalik harakat bo'ldi. Hojagan bu narsaga past 1 yildan beri yig'ayotgan narsalari. Bu düşeyli istirahat düşeyli bo'ldi. Bo'ldi. Endi yomonini bitta ko'rsataman.